Toshkent shahrida yaxshi rejalashtirilgan va hamyonbop narxdagi uylarni qidiryapsizmi? Demak, men sizlarni Royal Towers kompaniyasining Venetsiya valsi deb nomlangan loyihasiga taklif qilib qolaman. Afsuski, hozirgi kunda ko'plab uylarda kerakli qulayliklar yo'q. Masalan, tor xonalar, noqulay oshxona, joydan esa samarali foydalanilmagan. Hozirgi kunda ushbu majmuada quyidagi maydonga ega bo'lgan uylar mavjud. 36 kvadrat metrli xonadon ijaraga berish yoki investitsiya uchun ajoyib imkoniyat. 42 kvadrat metrdan iborat bo'lgan yakka shaxs yoki juftlik uchun xonadon va 62 kvadrat metrdan iborat bo'lgan alohida yotoqxona va jihozlangan zaldan iborat bo'lgan xonadon. Batafsil ma'lumot uchun ariza qoldiring va barcha ma'lumotlarga ega bo'ling. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Royal Towers kompaniyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.